Sinov rezidensiyada 5 ta kvartiramizda malyarka ishlari deyarli yakuniga yetmoqda. Hozir bu kvartiramiz aboy bosish uchun deyarli tayyor. Navinni pollar quyish jarayoniga yetib keldik. Kafellar yotqizilgan. Samizullarning ham kafellari tugatildi. Fuga qilish qoldi hozir paytda. Kvartiramiz aboy bosishga deyarli tayyor. Qolgan kvartiralarimiz esa hozir kraska bo'lgan kvartiramizning ikkitasi tayyor bo'ldi. O'sha tashqi fasad eshiklari ham qo'yildi, tashqi eshiklarni ham qo'yib berishdi. Eshiklar qo'yilgan holati. 60 kvadratli kvartiramiz, bunda hozir shlipovka ishlari davom etmoqda. (31, 48 metr kvadratli kvartiralarımizda esa regl qismlarini oq matli kraska qildik. Devorlarni esa panel yopish uchun tayyorladik. Hozirda kvartiramiz panel yopish uchun deyarli tayyor.